Ulug' Tengri oti bilan bizni 11 jun 2024-yildan buyon kuzatib kelgan bilim shaydosi do'stlar, kattakon rahmat. 2026-yilda ham sizlar bilan bo'lish niyatimiz bor. Hozir esa birinchi videoni sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Ondoch bosh uchi kitobingizdan kichkina bir sovg'a. Inson o'zi bir koinotdir. Katta koinot ham bir inson. Qayta boqsang, ko'p ko'rasan. Butun boqsang, yakka va bir dona ko'rasan. Halloji Mansur. Qiz uchoq navbatini kutib turgandi. Nihoyat manziliga olib boradigan uchoqqa minish uchun biletini, tiketini ko'rsatib o'tdi. Keyin o'z yerini oqtarish uchun ko'z otdi. Yerlashib oldi-yu, qo'lidagi kitobni ochdi va o'qishga boshladi. Har birimiz koinot bo'ylab sayohat qilgan yulduzlarmiz. Ulkan koinotda aylanar ekan yo'limizni yo'qotib, o'zimizni bu yerda topgan yulduzlarmiz. Uzun zamondir bir-birimizni sog'inib, hasrat tortganimiz uchun aniq shu yerda, shu paytda yo'llari kesishgan yulduzlarmiz. Unda biz mo'jizaviy yulduzlarmiz. Ko'k yuzida yo'lchilik qilgan yulduzlar faqatgina yaltiraydi. Aslo sog'inch, qayg'u va yolg'izlik nima bilishmaydi. Ammo biz ba'zan yolg'iz va yo qayg'uli his qilgan yulduzlarmiz. Pushaymonliklari bo'lgan yulduzlarimiz. Va biz bu yuzdan go'zal yulduzlarimiz. Bu she'rning bitishini istamasdi. Takror o'qib yodlash uchun yo'l cho'zishini istar edi. O'z Zamir Asaf aytganidek, har insonning bir hikoyasi bordir. Ammo har insonning bir she'ri yo'qdir. Faqat qizgina bu she'rdan nimalarnidir yetirgan va nimalarnidir topganga o'xshar edi. Ikki qo'l ichida go'yo bir koinot joylashgan bo'lsa, u ham o'zini shu koinotdan bir zarra sanar edi. Shu qadar ko'milib ketgan ediki, hatto tegarasidagi seslar o'chgan va dunyo tili lol bo'lgandi. Faqat uning ichida va ruhida bir birubor bor edi. Hech kim bo'lmagan yolg'izlik birubori. Hasratlari, qayg'ulari va yolg'izligi. Yana pushaymonligi va eng xos ham uning bular bilan go'zalligi. Manziliga yetgan bo'ladiki, qo'llaridagi koinotni qabadi. Tez uchoq zinalaridan tushdi. Shunchalar tez qadam tashlar ediki, ko'zlarim tutolmas edi. Bir necha daqiqa ichida ko'zlardan g'oyib bo'ldi. Orqasidan bo'sh ko'chaga termilib qoldi. Ayni paytda bir ich ses shuni aytdi. Xo'sh, har kuni ayni soatda ko'risha olsak va har kim o'z koinotidan bir parcha o'qisa. Goh katta koinot biz bo'lsa, goh ham biz katta koinotning o'zi bo'lsak. Kim bilar? Bir kuni sizlar bilan ham yo'limizning shu koinotda kesishganini. Unda o'sha kun uchun siz ham bir parcha hozirlab qo'ying va bizga sovg'a qiling. Bu kunlik bizdan shuncha. Vaqtingiz maroqli o'tsin.